Bugungi videoda men Minecraftda top 10 ta modlarni ko'rsatib chiqaman. Unda ketdik, boshladik videoni. Videoni boshlashdan oldin like va obuna bo'lib qo'yinglar. Qani unda biz videoni boshladik. Birinchi mod. Bunaqa tugmalarda o'ynab jonga tegib ketdi-yu. Endi Javaga o'xshagan bir mod tugmalarni o'qib beradi. Xuddi Java Minecraftda o'ynayotgandek tasavvur qilasizlar. Qaranglar, ko'rinmayapti ham. Tak. Umuman ko'rinmaydi. Maza qilib o'ynashimiz mumkin. Tak. Keyingi modga o'tsak. Keyingi mod hozir F5 modi edi. F5 modi. Jonga tegib ketmadimi? Videolar pauza qilib, bunday yuzlar ko'rsatib, bunday orqa kamera qilib, bundan osongina qilaverasizlar. Spaktor, har xil rejimlar bor. Tak. Bitta mana ko'rib turganlaringizdek bor bitta har xilcha rejimlar. Tak. Endi orqaga oldinga qilsalar bo'ladi. Tak, mana bu yoqqa bo'ldi. Tak. Keyingi modimiz jonga tegib ketmam quvli. Minecraftda vedruk versiyada o'ynayotganlaringda kichkina bo'lib. Java versiyada katta qilib beradi. O'ynayotganlaringda kattaroq qilib beradi-da quvli. Keyingi modimiz hozir. Tak. Bu modlarni mana Telegram kanalimdan topish mumkin. Tak. Endi men Telegram kanalim emas, lekin boshqa Telegram kanal. Lekin o'zimniki emas-da. O'zim Telegram kanalim emas, lekin nima dedim ekan? David Johnda Telegram kanali, o'tib obuna qo'yinglar Telegramga. Keyingi mod NPC modlari. Bunda har xilcha shaharlarda ishlatsalar, video uchun ishlatsalaring bo'ladi. Xohlasanglar politsiya, tak. Mana biratan. Xohlagan NPClaring bor. Ana odamlar kirib o'tirish shart emas. Shergilaring video olish uchun NPC gapira olmaydi, lekin qimirlolmaydi. Faqat turadi. Nabortiga yaxshi emasmi? Odam do'stlaring kirib o'tirmaydi, o'zlari video olsa bo'ladi. Shuncha NPC. Tak. Tak, ularda olaydi. Shuncha NPC bor. Ko'rib turganlaringizdek. Keyingi modga o'tamiz hozir. Shahar video olish uchun shu modlarni ishlatsalaring bo'ladi. Orqada o'zimiz kim turibdi. Tak, keyingi modimiz nima edi? Savdolar haqida, telefon, nima edi keyin shokoladni ko'rib turganlaringizdek. Shokolad, burger, pizza. Ko'rib turganlaringizdek ovqat modlari. Pasport, telefon, shunaqa mod ham bor ichida. Non, shokoladni, pasport. Tak, keyingi modimiz esa ko'pchilik qidirgan. Bu mod esa hozir. Bu mod hayvonlarga aylanish modi. Ya'ni ko'pchilik bilmaydi bu modni, bilsa ham ulashgisi kelmaydi. Tak, bu bitta tuxumlarni olamiz. Sigir, cho'chqa, enderman, creeper, zombi. Tak. Endermanni qo'yamiz, uni qo'lidagi narsani shunday qaratsak bo'ldi. Bo'ldi, o'ziga oladi ichiga. Bo'ldi, creeper ham ayiq. Bo'ldi, tovuq.
Bo'ldi. Endi zombiga o'tamiz. Zombini ham oldi, mushukni ham oldi. Sigir. Qani endi o'tamiz. Qaysi mobga? Endermanga. Davay. Endermanga aylandik. Hozir mana. Endermanni oddiy o'zi emas, endi qobiliyatlarini ham qo'shib beradi. Tak. Endi nima qilamiz? Keyingi mobga aylanib ko'ramiz. Keyingi mob tak bu. Yurishini qaranglar. Lekin eng qiziq tarafi bu tepadan tushsalaring ham o'lmaysizlar tovuq bo'lib turib. Keyingi sigir o'tamiz. Sigir yugurishini qaranglar. Har xilcha moblar bor. Yuklasanglar ham bo'ladi. O'ynasalar ham bo'ladi maza qilib. Ayiq. Oppoqgina ayiq. Keyingi mod Slain. Ya zombiga aylandik. Zombi ham o'zini o'xshatadi, faqat yonib ketmaydi. Tak. Yuribmiz, qo'ldagi narsasini qaraylik. Slain o'tamiz. Slain qaraylik. Hoppa. Bilan kesaklaymiz ekan. Tak. Kirpirimizni hoppa. Kirpir ham hayrondir. Qanday bu odam bo'lib turib balandga sakrayapti deb, moblarga aylanyapti deb. Hoppa. Hop. Kirpir ham hayron u. Ikki og'zi ochilib. Bir og'iz degan. Hoppa. Keyin yana shunday moblar ham bor. Boshqacha moblarni o'zlaring sinab ko'rsalaring bo'ladi. Keyingi mod animatsiya modi. Animatsiya bo'lishi mumkin. O'zlaringga xohlagandek narsalar, ya'ni mana qilyapti-ku. Yugurishlari bor, urish. Eng yoqqani boks qilishi buni qaranglar. Boks qilib turibdi. Hozir yugurishni ko'rsaman. Davay. Videoga obuna bo'l. Ana. Yugurishni qaranglar buni endi hozir. Sakrashi. Mana yugurishni qaranglar, yugurishni. Tinkerlar yuribdi. Yugurishni qaranglar, oyoqni qaranglar. Tak, keyingi modimizga o'tamiz. Keyingi mod, ya'ni bu nima bilasizlar? Albatta bu virus modi. Tak. Ularda olamizda har xilcha viruslar bor, zombilar bor, zombilar jitillar bor. Hozir ko'rasizlar. Ana zombili jitil. Bu oldin chiqqan narsani deb tushiradi bu. Sigir, ana zombili sigir. Voy, cho'chqa ham bor ekan. Bu nima bo'ldi? Amal. Tak, u ana Steve. Lekin bu modda o'ynab o'rtoqlaring bilan o'ynayotganda shuni orqasiga qo'yib qo'ysalaring chiqaveradi aniq. Tak, yurish qaranglar. Ket. Bu modda lekin survival qilib bo'lmaydi aniq. Gapimga javob, umuman survival qila olmaysizlar. Hozir ko'rsataman. Umuman survival qilib bo'lmaydi mana. Tak. Hozir kuchuk tolga boramiz, qaranglar. Ketdi joni. Ko'rlaringdan bitta yo'q bo'lib ketdi. Qanoz oldiga boramiz. Ana boshdi gazini. Bobik kelyapti, qoch kelyapti. Hozir ko'rsataman. Kelyapti, yugurib kelishini qaranglar. Yurishini qaranglar, muncha tez yuradi bu. Menda nimagadir bag bo'lib qoldi, yomg'ir to'xtataman desam, to'xtamayapti. Nimaga endi u? Bilmadim. Ahamiyat bermaysizlar degan umiddaman. Keyingi modimizni ko'rsataman. Bu mod, ya'ni mashina, Jiguli. Jiglilarda rang-barang xilda ko'rishlaring mumkin. Shuroq rang, yashil, ko'k, qizil,
oq. Odam rang. Shunchalik jiguli, ko'p jigulilar bor. Men ko'k jiguliga o'tiraman. Ko'k jiguli, ko'k jiguli. Ha? Hayda. Tak. Haydaymiz mashinalar. Bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Videomizga like va obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.